Sizda qin kengligi bor ekan, tug'ruqdan keyin. Yuring operatsiya qilamiz deb qiz bolalanikidek qilib qo'yaman. Qin kengligi bo'lsa sizda operatsiya yechimi emas. Siz intim gimnastika bilan shug'ullanib, toz osti sohasidagi qin kengligini bartaraf qilsangiz bo'ladi, ya'ni bir umrga bez operatsiya. Gemoroyingiz bor ekan, rossa og'risa kerak. Buni olib tashlash kerak. Operatsiya qilgandan keyin mazza qilib yurasiz umringiz oxirigacha. Gemoroyi operatsiya qilish shart emas. Svechalar ham qo'yish befoyda. Intim gimnastika bilan, tabiiy yo'l bilan vakuum texnikasini qilasiz, boshqalarini qilasiz, ich qotishlarni ham oldini oladi va gemoroyingiz ham tabiiy yo'l bilan ketadi. Voy, bu opushinya matkiz bor ekan-ku. Nima qilib yuribsiz? Qachondan beri bunaqa yurursiz, keyin bo'lmaydi. Matkizni olib tashlash kerak. Hozir sizni operatsiya qilib, уже ikkinchi darajali ekan. Operatsiya qilgandan keyin bemalol mazza qilib yana qayta tug'ursangiz bo'ladi. Umuman opushinya matka bo'lmaydi sizda. Agar sizda matka opushinya birinchi, ikkinchi stepeni bo'lsa, buni обязательно intim gimnastika bilan to'g'rilasangiz bo'ladi. Operatsiya shart emas. Chunki bilib bilmasdan ayollar matka opushinyani birinchi, ikkinchi stepenida ham operatsiya qildirib, keyin yana tushib ketish holatlari bo'ladi. Chunki operatsiya sizga yechim emas. Operatsiya qildirasizmi, yo'qmi? Baribir intim gimnastika bilan shug'ullanishingiz kerak. Tanlov har doim o'z qo'lingizda, ayollar. Operatsiya stoliga yotishmi yoki intim gimnastika, ya'ni tabiiy yo'l bilan toz osti sohasidagi muammolarni bartaraf qilib, bir umrlik natijaga erishishmi? Video foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying va yaqinlaringizga yuboring.